Qisqacha tanishtirib bersangiz bilmaganlarga. Bilmaganlarga. Mana bilmaydiganlar ko'p emas, meni fikrimcha. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Temur aka va ular jamoalar xush kelibdi. Uzbelas uyimizdamiz. Meni ismim Asadbek, tanimaganlarga. 23 yoshli yosh tadbirkorman. Yaqinda oxirgi xabarlardan keyin meni juda ko'p odamlar tanib qoldi. Lekin men o'sha Asadbekman. Menda hech narsa o'zgarmagan. Biz o'zimizning tadbirkorlik faoliyatimizdan dalish yurg'izmoqdamiz. Tushunarli. Aslida aka mana 23 yoshdaman dedingiz. O'zi именно mashina sohasiga qiziqish qayerdan paydo bo'lgan yoki shunaqa yo'nalishda o'qiganmisiz? Shu haqida qisqacha aytib bersangiz. O'qishga keladigan bo'lsa yo'q. Mashinalar haqida hech qachon o'qimaganman. Eng qizig'i, hikmat nimadan iborat? Mashinalarga qiziqish yo'lda tursin. Men Asadbekmanki, shu 14 yoshida mashina bozorida mashina yurgizgan bolaman. Arodan Chelida suv to'ldirib, Sergeli mashina bozor kim tanisa, o'sha yerda mashinalarni yuvardim 10 ming so'mdan. Matizlarni sotuvga tayyorlardim. O'sha yerdan уже sevgi paydo bo'lgan. Mashinalarni yuvotganimda egalaridan ruxsat so'rab ichida o'tirib, rullarni ushlab. Mana Xudoga shukr, shunaqa nasib qilgan ekan bizga o'zimizning tuningimizga chom kelib oldik. Ko'pchilik o'ylaydi, sizni qanaqadir u boyi bolasi o'sha orqasidan qilgan deb. Shu haqida ham qisqacha aytib bersangiz. Yo'q, bu narsa menga yoqadi bir tarafdan. Boyi bolasi deb o'ylasa, bir tarafdan menga yoqadi, lekin achchiq haqiqatmi yoki bu haqiqatmi? Boyi bolasi emasman. Alhamdulillah, adam menga hamma narsa berganlar. Yoshimizda hech narsadan biz muhtoj bo'lmaganmiz. Adamlar bizga hammasi berganlar. Nima deydi, ilmdan tortib sportlarda qatnashishgacha borlariga ming xalla shukr. Adamga har doim adamga ravniyatsa qiladigan insonman. Adamga yetib olishga harakat qilaman. Adamgacha menda juda katta masofa, lekin boy oiladan emasman. Sekin yo'limizni qurib kelgan insonlardanman. Shular nimaga bo'lsa odamlarda bunaqa tushuncha bor, nima deb o'ylaysiz? Bir tarafdan shu narsaga juda ko'p harakat qilganman. Brend shunaqa qurilgan. Uzbelas brendi shunaqa qurilgan. O'ylangan. Da, mashinalar, zo'r mashinalar, shaharda yagona bo'lgan mashinalar, kechqurun aylanishlar, hech kimdan qo'rqmaslik, mana shu narsalarga olib kelgan. Brend mana shunaqa bir izobrazeniyaga kelgan. Tushunarli, zo'r. O'zi siz qanaqadir institutda o'qiganmiz? Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, Asadbek bir 18 yoshidan beri O'zbekistondan ketishga harakat qilgan. 17-18imda orzuyim bo'lgan, shu O'zbekistondan ketaman. O'zbekistonda menga yoqmaydi, O'zbekistonda kelajak yo'q degan fikrlarda yurardim. 17 yoshli, 18 yoshli Asadbek. U payt ingliz tilini o'qib, IELTS'dan olib, Koreyaga ketaman o'qishga degan paytim, shunaqa nasib qolgan, logistika sohasiga kirib qolganman va O'zbekistonda qolib ketganman. O'qishga kirganman, Webster universitetiga yuridiskiga ham kirganman, lekin kontraktini deb o'qimaganman. Tushunarli. Demak, shundan ham bilsa bo'ladi, anaqa boy oila degan gaplarga javob. Da, конечно. Kontraktni nima deydi? U payt kontrakt to'la olardim. Faqat ishlab to'lashim kerak edi. Lekin ishlab to'lasam ilm olamanmi yo ishlaymanmi? O'shaning uchun ishlash yo'lini tanlab ketganman. Tushunarli. Demak, boshlang'ich kapitalni logistika sohasidan qilingan desa bo'ladimi? Bu qisman shunaqa. Chunki logistikadan birinchi bu ochilgan biznesim вообще boshqa bo'lgan. Birinchi biznesim o'xshamagan. Hammasi zo'r, tadbirkorlarda hammasi zo'r, sraz o'xshab ketadi. Yo'q do'stlar, bu mening ikkinchi biznesim. Birinchi biznesim Jet Studio bo'lgan. O'zbekistonda yagona lичный samolyotni interyerini birga bir qaytaradigan studiya ochganman. Birinchi bu biznesim. Logistikani orttirgan pulimga o'shanda vыбор bo'lgan, o'zimda bo'lgan mashinani yaxshilash edi, yo biznes ochib ko'rish edi. Men esa shu o'xshaydimi degan narsalarni yo'qotish uchun ochib ko'rganman, lekin u birinchi biznesim o'xshamagan. Keyin bu sohaga qo'l urganman. Tushunarli. O'zingizda birinchi mashina qanaqa bo'lgan? Cobalt. 2022-yilda logistikani birinchi oyliklaridan Cobalt avtomobilni, Moncler Asphalt Cobalt avtomobilni xarid qilganman. Salondan yangi. U nima deydi? Hozir bir agar men bunaqa mashinani haydasam ham o'sha emotsiyani bermaydi. Nimaga qiziqish qayerdan u imенно tuningga? O'zgartirib. To'g'risini aytadigan bo'lsam, prям tuningga prям boshdan qiziqish bo'lmagan bo'lgan desam yolg'on gapirgan bo'laman. Chunki boshida nima hech narsani tushunmagan bo'lardim. Uzbelas brendi ochilganda shu mashinalar bilan plotni bog'lanib qolganim uchun o'ylaganman, Uzbelasni qaysi sohaga ursam bo'ladi. Chunki brend shular qurilganki, men hech narsani reklama qilmasdim. Chunki blogerlar nima deydi? Vlogini yurg'izayotganda srazu reklamaga kirishib ketadi, любой narsani reklama qilsa. Menda katta kompaniyalar ham chiqqan, bu narsani reklama qildirtirishga, o'shani harom kazinolar boshqa. Lekin men har doim meni niyatim bo'lgan, mana shu brendni o'zimni kattaroq nimadarimgadir olib chiqishga. Как раз mashinalar bilan bog'liq bo'lgani uchun o'ylaganman, tuning sohasiga kirib boraman deganman. Zo'r. Tanlov zo'r qilgan ekansiz. Tushunarli. Bo'lmasa endi polностью bizning o'zi asosiy maqsad sizni biznesingiz qiziq bo'lgan ko'rsatish. Shu yosh tadbirkorlar ishini endi bir boshdan ko'rsatasiz. Nima qanaqa? O'zi tashqaridan qaraganingizda do'stlar, bu Uzbelas Performance 400 kvadratli joyimiz. Meni fikrimcha bunaqa ustaxonalar
O'zbekistonda bormi yo'qmi bilmadim. Toshkentda mana bunaqa oynali. Chunki bu yoqdan o'tib ketayotgan odamga juda chiroyli ko'rinadi ustaxonamiz. Bir stiklanli boksi, o'yinchoq mashinalar turgandek. Bu yoqda bizning 200 kvadratimizda ustaxonamiz. Timur aka, biz bu yoqda mashinalarni tuzatamiz, motorini, kalotkasini muayyan alishtiramiz, stage qilamiz. Bu yoqda qolgan 200 kvadratimizda esa detailing. Mashinaning rangini o'zgartiramiz, tozaligiga qaraymiz, detailing qilamiz, polirovka, tonirovka. Bizning servisimizda hamma narsa bor. Tushunarli. Keling bitta aniq aytib ketaylik. Bu qanaqa joyda turibmiz hozir? Adres qanaqa o'zi? Biz Issiqsuv 25/9 da joylashganmiz. Dinamo sport to'rining oldida. Oldin bu yoqda James salon bo'lgan, yonimizga ko'chib olishgan. Kartada Uzbelas Performance deb yozishsa chiqadi. Tushunarli. Bo'ldi. Ketdi bo'lmasa qayerdan boshlaymiz? Qandoqatga sizga qulay bo'lsa. O'zi mashinalardan gapirib beradigan bo'lsam-da, mana Bentley Mulsan, bunaqa mashina O'zbekistonda bitta. Bu meni do'stimning mashinasi. Bu mashina ham juda qiziq. Bu mashinalar hamma ishini qilib beradi. Broni plyonkadan tortib, ichlarini bitta detallarni to'g'rilab berishimiz bilan shunaqa bo'lib qopda chiqishi bilan uryapti-da. Hozir chap eshigini biz bo'yab, xudo xolisa broni plyonka bilan qoplab beramiz. Bu bizning servisimizga kelgan mashina. Bankga o'tadigan bo'lsa. Biz hozir mana ustaxonamizdamiz. Ustaxonamiz juda ham chiroyli emas. Biz ozgincha bardak, baribir ish bo'layotganini ko'rsatkichi shuday, bardak. Naqa, конечно, ustaxona. Volkswagen, bizi EV jamoamiz ham bor. Uzbelas EV, EV by Uzbelas. EV degan nima deganda? Elektromobillarni ham biz xizmat ko'rsatamiz. Proshivkasi, rusifikatsiyasi, reduktorda muayyan alishtirish bo'lsa, alishtirish, batareykasi bo'lsa, batareykasi. Bu yoqda bizda Mercedes, bu yoqda biz buni aytsam bo'ladimi yo'qmi, ertaga shtrafstanga kirib ketadimi yo'qmi mashina bilmayman. Downpipe qo'yib beramiz. Etak bu mashina vyxlopini qilib berganmiz. Bu ustaxonamiz. Bu yoq tarafda mana Mazda, bu Mazda ham bitta O'zbekistonda. Sizda o'sha spets nima deydi, mutaxassislar bormi? Qanaqa? Конечно, hamma mutaxassislar tashqarida turibdi biz videoga tushib olishimiz uchun. Meni jamoamda ishini juda yaxshi biladigan insonlar ishlaydi. Qanaqa bilasiz unaqa bolalarni? Brendimizga 1 yil bo'lsa-da ham, mana endi mana shu oy 1 yil bo'ldi, Xudoga shukr. Brendimiz katta bo'lmasa-da ham, baribir bu yoqga juda katta opitli ustalarni olganmiz, ustakalarni. Именно mana shu tarafda biz как раз videoni shu tarafdan boshladikki, bu baribir motor, korobka, bu yoqga yosh bolalarni qo'ya olmaymiz. Конечно же, opiti bor insonlar kelgan. Qozog'istonlik Ahmet aka degan главный ustakamiz borlar. Mashinani bitta o'tirib klientlar haydab keladilar, qanday nimadir taqib qilishini sразу biladilar, doktorlar-da bizda. Tushunarli. Demak, bu основной motor stage qiladigan joy. Mana shu stage bo'ladi. Stageni ham o'zim qilaman, do'stlar. Eng qizig'i Uzbelas Performance'da tushuncha borki, что stageni kimdir boshqa qiladi. Eng qizig'i shundaki, men qilaman. Qanaqasiga? Men bu sohaga kirishdan oldin men har doim ustaxonamni ham xohlayman. Eng qizig'i ustaxonamiz qanaqa ochilgan? Uzbelas Performance birinchi detailingdan ochilgan. Birinchi 200 kvadrat yoqda ochilgan, keyin bu yoqni 2 oydan keyin ochganmiz. Chunki adalarning maslahatiga ko'ra aytishgan o'zingiz sig'maydigan barmoqlarni tushmaydi. Birinchi detailingdan boshlab ko'ringlar. Eng kam вложениyaga yo'q, nima apparatli $75, $100, $200 turadi. Bu yoqda bitta podъемник o'zi $1,500 tursa. Как раз yoqdan boshlab ko'ribgina ko'rganmiz. Bizani как раз klientlar yaxshi ko'ryapti. Brendimizni hamma bilar ekan, mashinalar kelyapti. Keyin ustaxonaga qo'l urganmiz va ustaxonamda men o'zim stage qilishni juda xohlayman deganman. Chunki qachongacha Rossiyadagi mutaxassislarda qildiramiz deganman-da, darslar sotib olganman. Kechlari bilan o'zim qilardim. Bo'g'ay bir kesimda eng qizig'i, bakimizga anonlarni tashib beraman, kadrlarni, kontentlarni. Birinchi mashinani M8 Competition qilganmiz. Mana do'stim mashinasi. Как раз o'sha frazamda, "Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей". O'shanda do'stimga aytganman, ismini aytmayman. Og'ayni, menga mashinani ber. Men tekinga senga stage qilib beraman. Lekin sen menga ishonishing kerak. Birinchi marta qilishim bo'ladi. Hozir mashinaning motori ishlamay qolishi ham mumkin deganman. Bir kun beri o'ylab ko'rishga degan, odamlar bilan, uydagilar bilan maslahat qilaydigan. Ertasi kuni kelgan Asad menga nafaqat tekin, men senga pulini beraman stageni, bos. Seni ishing rivojlansin. Kim bizni seni qo'llab-quvvatlashimiz kerak deb mana shu mashinani bergan. Bu narsani hech qanday aytmaganman. Bu mana shunaqa bor narsalarda. O'shandan keyin ketgan. Project Zafa, Project Aza, Project Sulik, Project Diyor 850i. Mana xudo xolisa Doniyor Qayumov mashinasini ham qilamiz, stage o'zgartirish kiritamiz va yana bitta proyektimiz. O'zi bitta mana shu BMWlarning stage necha pulga tushadi? Sir bo'lmasa. Qarang, yana qiziq ma'lumot, agar BMW 2020-yildan keyin bo'lsa, stage qimmatroq tushadi. Chunki miyasini biz FMTOga jo'natamiz, razblokirovka qilamiz. Agar stageni o'zi bo'lsa $2,500 bo'ladi. Motorini o'zi, agar korobkani qo'shtiraman desa, 1000 dan 1,5 minggacha. Full общий paket necha pul bo'ladi? Shunda 4000 larga boradi, 4,5-5 ming. Yog'i ketaveradi, bu standartniydi. Agar klient kelib, например, Doniyor Qayumovga o'xshab, Doniyor aka aytadilar, "Men mana bunaqa narsa xohlamayman" deyaptilar. Agar nimadir customli bo'lsa, narx oshib ketaveradi. Например, shaharda yurganimda bemalol yuriydi, 2-3 ta knopkani bosib
Keyin любой odamlar bosib qo'yadigan kartaga o'tib qizib bersa, u narxi o'taveradi, boshqa narx bo'ladi. Также выхлопda ham o'shanga qarab ketadi. Да, конечно. Tushunarli, zo'r. Shunaqa, da, aniq qulay qurilgan, bu yerdan sразу detaylingga o'tib qolamiz. Javohir 5 minut ishlatmay tur. Bobur aka sizlar ishlayveringlar. Ha, videoga tushyaptimda. Timur aka bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, bizlar detayling zonamiz. Bizda bu yoqda broni plyonka qilamiz ko'pincha. Bu yoqda mashinalar ranglari o'zgaradi. Shaharda bitta mashinalar masjidda qilingan. Detayling zonamiz sezgan bo'lsanglar ancha top-toza, detaylingda toza bo'lmasa bo'lmaydi. Fen ovoz uncha eshitilmayotgandir? Yo'q, bizda yo'q. Detayling. Bitta savol joyida. Shu so'zni tushuntirib bersangiz, nimaga aynan bunaqa fraza yopishtirilgan? O'tmishda bir kuygan momentlar bo'lganmi, nima bo'lgan? Yo'q. Shunchalik devorga yozishga majbur bo'ldingiz. Eng qizig'i 60da kuyganim uchun endi demayman. Bu bola 60da kuygan bo'lsa kerak, kuymagan bo'lsa juda ham sizlarga havas qilaman agar sразу birinchi sevgan insoninglarga uylanib olgan bo'lsanglar. Uni deb emas. Menda har doim shunaqa bir sitati hayolimda bo'lgan. Odamlarda topa olmagan sevgi tuyg'uni mashinada topdik deganda o'zbek tilida. Sitatani har doim qo'ymaslikni eng qizig'i ochishdan oldin biz rossa diskussiya qilganmiz. Shu yozuvni qo'yamizmi yo'qmi? Chunki men bilan birga ochayotgan do'stim aytganda, "Asad buni qo'ysa yosh kattalar kelib, nima bu, detskiymi bo'ladigan narsa o'ynamsam, yo'q, nabaru bir xil insonlar bor, zo'r mashinalarda kelib, tuning qildirmasanglar ham meni rasmga tushib olsa tegida deydi, rasmga olib ketishadi. Hamma sevgani baribir. Da, конечно. Tushunarli. Masjiddan boshlaganmiz eng boshida. Zo'r. Demak, hozir maqaroma mashinalar to'la sizda. Bu nima hisobiga? Qanaqa klient Eng qizig'i Timur akam aytibdilar-da, biroz kelishlarni aslidagi mashina bilan to'ldirib qo'yaylik. Men aytaman, hozir klientlarning mashinasi turadi, etakdan. Menga hech to'ldirisham shart emas, xudoga shukr. Bu bir rizqimiz shunaqa ekan, xudoga shukr mashina to'lib turibdi. Bu yerda har xil mashinalarni ko'rsanglar bo'ladi. Qozog'istonlik do'stlarimizning Mercedes'idan tortib Kia'gacha, даже Cobalt'gacha, как раз Timur aka so'radilar-da, sizlar nima faqat inomarka qilasizlarmi dedilar-da. Men biroz aytib ketdim, biz mashinani ajratmaymiz. Chunki sizni kontentlaringizda faqat inomarkalar bo'lgan. Keyin anu men o'ylayman faqat inomarka qiladi. Keyin ko'p Qozog'iston, Qirg'izistondan mashinalar keladi. Nimaga shunaqa? Birinchi shunaqa qurilgan. Uchun Qozog'istonni ham, Qirg'izistonni ham, Tojikistonni ham bizani yaxshi tanishadi. Inakda mana Qozog'istondan WhatsAppdan telefon qilib, mashinamga shunaqa qildirish nechi pul bo'ladi, kelaman Almatidan deb kelishadi. Mana Mercedes Qozog'istondan. To'g'risi o'rtoqlamas qilgan kuchli marketolog degan bo'lardim. Chunki hozir YouTube'da полностью выпускini ko'rsanglar, o'zi tushuna olasizlar. Birinchidan, mana siz ruscha o'zbekcha ishlash bu albatta esingizga urish degani. Ikkinchidan, mana bunaqa tekstlar mana bu yerda ruscha napis ko'ryapsizlar, misol uchun. Undan tashqari yana imенно kontent bo'yicha ham siz nima auditoriyani qanaqa olib kelib, qayerga yo'naltirib yuborishlarini siz kuchli bilargansizlarga. Rahmat aka. Keyin bu narsani mana Timur aka shu narsada ekspert bo'lganlar uchun sezadi. Zritel bu narsani bilmaydi. U faqat kontentni qabul qiladi, lekin uni orqasida nima yotganini hech qachon bilishmaydi. Ba'zi inakda mana videolar olaman mashinalar bilan. Spesial rus tilida so'z tiqib ketaman, shu kommentariyada yozib ketish uchun. Bu marketing endi. Shunaqa. U o'rganganmisiz buni yoki qanaqa? Yo'q, shu endi nima deydi? Izuchение marketingida. Ham lekin boshida rus tilini aralashtirdim. Kommentariylar uchun emas. Haqiqatan o'zbek tilim yomon slabay bo'lgan. Mana keyin O'zbelas brendi ochilgan, keyin hamma yozurgan o'zbek tilida yurg'izsang bo'lmaydimi? Brendini ham nomi O'zbelasku degani uchun sal o'zbek tilini yaxshilaganman. Hozir sezishgan. Aytgansizlar, savol beramiz tashkil etib. Nimaga aynan O'zbelas? Nima ma'no? O'zbekiston mayli, desa. Belas yoki O'zBmi? Yo'q, osonroq bo'ladi mana S'siz. O'zbeklar deganida. Logistikada ishlaganim uchun keyin S harfini qo'shganman, ko'pchilik qilib, как раз brend ko'rinishi ham chiroyli bo'lgan. Tushunarli, zo'r. Demak, O'zbeklar nomi i S bo'lsa ko'plik bo'ladi, to'g'ri? Shunday demak, patriotsiz. Shunaqa. Patriot bo'lganim uchun ham Toshkentni rivojlantiramiz. Qanaqadir to'g'ri, anaqa inglizcha nomlar qo'yib tashlamasdan O'zbekistonni ko'tarish uchun. Chunki O'zbeklarni esingizda ko'pchilik biladi. Shunaqa. Ko'pchilik podnomerlarni ko'rganman, o'sha Qozog'iston qilib yurishadi. Bu, конечно, O'zbekistonga plus. Shuning uchun отдельно rahmat sizga shuncha. Sizga rahmat. Mana даже Timur aka kelib hozir video otganlari, vloglarni yurg'izayotganlari ham shu O'zbekistonga hissa qo'shayotganlar. Shuning uchun like bosib, jo'natib, saqlanib qilib podдержка qilinglar. Tushunarli. Zo'r. Endi bu yoqqa sekin o'tamiz. Hozir iloji bo'lsa ko'chaga bundan chiqsak, bitta mashinalar tak Kia ko'ryapmiz. Siz qanaqa o'zi bu yerda nimalar hozir faqat tonirovka, broni plyonka, polirovka, keramika, elektrika bo'lsa elektrika. Eng qizig'i, agar ertaga ham keladigan bo'lsanglar, biz bitta M8 ni Toshkentda bitta rang, O'zbekistonda 101 qilganmiz, rangi 003 ZZZ agar bilsanglar. Как раз ertaga kelish kerak, выхлопы bilan diskasini qo'yishimiz kerak. Porsche bilan.
Mana bu yo'l detaylingimiz, mana Mercedes ishlar olib borilmoqda. Perishiftdan tortib, salonlarni ham qo'yamiz. Qozog'istonlik do'stlarimizniki. Tushunarli. O'zingiz polностью shu yerda bo'lasizmi yoki qanaqadir boshqa ishga borib emasizmi? Eng qizig'i, podpисчиклар shu narsani sezgan, qachon uxlaysiz degan gap. Men bu yerdan 24 ga 7 stories qo'ya olmayman. Do'stlar, oldin endi brend ochilganda Temur aka to'g'risini aytaman, именно birinchi oy даже hisoblaganman. Birinchi 2 oy bo'lsa, bir 22 kun mashta uxlaganman. Podrяд emas. Endi 2 oy ichida 22 kun mashta spokойно uxlaganim esimda. Bu yerni juda yaxshi ko'raman. Juda vaqt mashta bo'laman, ko'p vaqt bo'laman. Kunduz kun bo'lmasligim mumkin, chunki kunduz kun boshqa ishlar bilan band bo'laman. Balkim boshqa proyektga ham o'tarsiz. Xudo xolasa biz boshqa proyektlarga qo'l urib tashlaganmiz. O'zbekiston Performance'dan tashqari bizda hozir O'zbekiston Arcades ochilyapti. Paintball. Kraskali shariklar ochishadi. O'zbekistonda yo'q unaqasi. Zo'r qilib Ekobozorda ochamiz. Proyektlar ko'p. Kunduz kuni iloji boricha proyektlarni hal qilib, kechqurun mashta tugashini juda xohlayman. Mashta kelib olamiz hozir. Tushunarli. Bu yerni o'zingiz qanaqadir kontrol qilasizmi? Bu yerni boshida men hamma narsasini o'zim kontrol qilardim. Juda charchatardi bu narsa. Ham kontrol qil, hisob-kitob qil, pulini nima, kim, qanaqa klientlar do'stlarim norozi bo'lsa, o'zimni kechira olmayman. Bu odam baribir sohasi, odam qiladigan mehnat, xatoliklar qilinadi, robot emas. O'shaning uchun hamma narsa o'zini momenti bo'lgan, lekin hozir esa menejer bor. 14 ta odamlar jamoamiz bor. Menejerimiz bor, hamma narsani kontrol qiladi. Puldan tortib, klient bazasini, keyin biznesimiz orqasida juda katta CRM yotadi. Meni fikrimcha hech qaysi tuning atelyeda yo'q bu CRM sistema. Bizda o'sha CRM sistema bor. Eng qizig'i tuning atelyelar degani shu, teoriyaga bu narsa bilan videoga tushadimi yo'qmi? Mana sizdagi ko'p, например, aylanib bizga tuning atelyelardan kelib qolishganda boshqa. Srazu birinchi gapi, nimagadir pastga urish bilan ovoradi. Hech bir maqtab qo'yish yoki nima deydi, abdushi xursand bo'lish yo'q. Konkurentga nimagadir bizada. Balkim kular, lekin ichida boshqa narsada. O'shanda esimda konkurentlar kelardi. Endi planlarimni aytardim, qanaqa darajaga yetganingizga gapirib bersam, sizlar bor yo'q 1 yil bo'ldi, ochilganinglarga. Unaqa sakrameli degan gap aytardi. Nima deydi? Underestimate. Nima deydi? Недооценивают-da. Meni fikrimcha bu biznesga oldin kirib kelganlarda emas hozirga. Hozir hamma narsa harakat qilayotganlarda yoshlar. Men ham hayron qoldim, ko'rganimda 1 yil bo'lgan. Endi 1 yil bo'ldi. Lekin ko'p bo'lgan deydi. Yo'q, hamma shunaqa deydi. Endi kelganda tipi anchadan beri bormishlar deydi, bizda 1 yil. Eng muhimi shu, meni maslahatim, bizani kuzatayotgan boshqa tuning atelyelardan boshqani nima deydi, недооценивать qilmanglar. Da shu Men o'ylayman sizda nima plyus bo'lgan? O'zbekiston Performance, no O'zbekiston 1 yildan oldin ham bo'lgan, profil bo'lgan, личный bренд. O'zbekistonga как раз 1 yil bo'lganda men O'zbekiston Performance ochganman va O'zbekiston Performance hozir 1 yil bo'ldi, O'zbekiston brendiga 2 yil bo'ldi. Tushunarli. Zo'r, lekin zo'r. Keyin tuningga keladigan bo'lsak, bizda nima deydi? Tuningdan kattaroq joyda o'ylayman, joyimiz ham. Mana kelib bemalol kofe ichib, o'tirib maslahat qilib, ham biz nima deydi, biz uchun bu narsa yerga urishmas. Gentraga nima deydi? Malibu rul qo'yib berish biz uchun tuning emas. Da, qo'yib beramiz, lekin biz u narsani tuning deb hisoblamaymiz. Biz, например, xuddi o'sha Gentraga rulni ham qo'yib bera olamiz, zavoddan 3-4 yuradigan BMW-ni 2.6 yuradigan ham qo'yib bera olamiz. Mana shu tuning meni fikrimcha. Tushunarli. Zo'r. Lekin unaqa ishlarni ham qilasizlar baribir, yo'qmi? Конечно, qilamiz, mana Cobalt. Ishni qilamiz. Zo'r. Tushunarli. Endi sekin tashqariga chiqamiz. Da? Bu yerdan chiqib oladimi? Da, конечно. Men bitta bizda mashinalar kirib chiqadi. Как раз o'sha mashinadan chiqqan X5 bilan X7 dan migalkalarni. Mashinadan chiqib shaharga qochganmiz. Bu yerda ko'raman sizda anaqa qilib qo'yibsizmi? Bu yerda do'stlar, agar videoga tushayotgan bo'lsa, bizda O'zbekiston kofemiz, kofe bor O'zbekiston. Da, конечно. Yo'q, bemalol. Nazar qani? Nazar kofe namizda yo'q. Nima ichasiz, Timur aka? Tim, assalomu alaykum. Как ты? На видео bemalol o'tirib. Или нам освободить как раз это место. Nima ichasiz, Timur aka? Bizda eng qizig'i bu biznesimiz haqida ham gapirib ketsak, mana bitta ko'rsating, okajon. Mana qarang, bizda oddiy butika, Krakovkadan bundan olib qarasa. Bunda sentrda ochilgan kofe shop emas. Bitta ko'rsating, aka, men bitta Gentra narxidagi bitta apparat turadi mana. O'zimizning klientlar uchun ham qulaylik qilib qo'yib, bitta Gentra narxidagi apparat sotib olib qo'yganmiz. Nima deydi, kofening sifati zo'r bo'lsin deb. Biz bu biznes qanaqadir pul topish uchun emas, например, Timur aka aylanib qolsalar, ko'p do'stlarim yig'lardi, zo'r mashinada kechqurun bu yoqda. Kelganda
Asad suv bo'lmasa, suvim bo'lmasdi. O'shaning uchun mana shuni do'stlarim uchun quvonchib qo'yganman, lekin inakda buni kunlik daromadi bundan oshib ketadi. Zo'r, men ko'raman, mana bitta как pitakday bo'ladi, bolalar keladi. Da, Seberdan charchagan og'aylar mana shu keladi. Ikkinchisi bir anaqa joy. Da, конечно. Da. Tushunarli. Qarangki, ham bitta narsa, siz kuchli upor bergan ekansiz, o'sha tanish bilishga kim aytsangiz, mana shu modda og'aynimga, mana modda og'aynimga kelyapsiz, bu qatdan qanaqa qilyapsiz narsa? Через nimadan keyin shunaqa bo'ldi? Nimadandir kiyinam demayman, aka, bilmayman. Hayot shunaqa ekan. Meni fikrimcha, men adashishim mumkin, meni fikrimdan kimdir qo'shilmasligi mumkin. Yaxshi insonlarga intiladi. O'shaning uchun mana shu hayotim davomida ko'p narsadan o'tganim uchun ham men bilan bir o'tirib gaplashishga qiziq insonman. Men bilan nimadir gaplashib, ambitsiyalar katta. O'zbeklar orqasidan bitta o'tirib qolib, og'aylarni shu suhbat qilib, og'ayni bo'lib ketganmiz. Tushunarli. O'zi keyingi maqsad qanaqa bo'lsa, bu hayotda mana bu maqsad bo'ladi odamda, bilasizmi? Nima qilmoqchisiz? Biznes borasidami yoki imенно biznes borasida umuman mana sizga agar yashashdan maqsadingiz nima deb so'rasa nima deb javob bergan bo'lardi? yashashdan maqsadim balkim sodda eshitilar, shu bir kichkina bolakay bo'lardi. Shu o'sha paytdan beri shu odam bilan onamni faxrini ko'rish. Shu paytgacha chunki nima deydi, nima qilinmagan bo'lsa faxrlanaman degan gapni eshitmaganman hech. Shuning uchun meni maqsadim Bu ham yaxshilikka. meni maqsadim shu har kun uyg'onaman, shu odamni faxrlarini ko'rishga, ko'proq odamni. Shu odamlar faxri. Atak biznes borasida bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'zbeklarni Brabus Menseri leveliga olib chiqish. Balkim agar o'xshasa, yaxshiroq bitta inson bilan tanishib qolsam, balkim yaqinlashib ketsa, o'zbeklar mashinalarini yo'lga qo'yib yuborish. Men shu постоянно ko'rardim, men avtoblogerlar bor bizda ham ko'rasiz. Endi aytamiz, misol uchun avtotuning bo'ladimi, boshqada nimaga deyman, bizda menserilar uровеньga harakat qilmaydi hech kim. Faqat pulga fokus berish, qoladi massali produkt qilish, brendga ishlash degan narsalar yo'q-da. Nimaga? Lekin bilasizmi, Qozog'iston, Qirg'iziston, SNGga nisbatan bizda kuchli shunaqa detayling, tuninglar kuchli. Zo'r etib ketdilar Timur aka, bu haqiqat. Haqiqatan, chunki ko'pdan ko'p mana SNG shaharlardan mashinalar bizga keladi. Eng qizig'i, bizning ustakalarimiz Dubayga uchib boradi. Mashinalarni qilib kelishga, broni plyonkasin. Bizda mehnat nima deydi? Hamma ustakalar, ishini biladigan ustalar bizda ko'p va zo'r. Haqiqatan ishini biladigan ustalar bizda ko'p O'zbekistonda. Nimaga unaqa baribir shu pulda? Ko'plar bu biznesni nima deydi? Baribir oxir-oqibat pulda maqsad. Amanda puldan undan ancha balandroq, undan kattaroq, afzalroq narsa meni maqsadim. Chunki meni yaqin insonlarim biladi, bu yerdan juda ko'p pul topmayman. Juda ko'p pul topmayman. Chista ovqatlanish ketsam, chista bu yerdan pul kelib turadi, lekin maqsadim pul emas. Maqsad pul bo'lganda boshqa narsalar qilardi ichkarida. Zo'r, o'zi shunaqalar uzoqqa boradi, aka. Maqsad pul bo'lmasa, uzoqqa borish. Bolalarni qayerdan topasiz? Hozir ko'ryapman. Ishchilarni. Bu yerdan yurishda video botgan. Eng qizig'i do'stlar, men bitta narsani qo'shyapti bular, katta qo'rqitdi. Yana hozir kirib ketamiz, sutkaga o'ylashyapti men bilan birga. Do'stlar, eng qizig'i jamoa topish menga eng oson bo'lgan, eng qiyin bo'lgan. Qiyin nimaga? Bu sohani bilmaganim uchun. Meni eng qizig'i agar qaytadigan bo'lsam, bitta narsani o'zgartirgan bo'lardim. Bu sohaga kirishdan oldin u qaysidir tuning atelyeda shogird bo'lib ishlagan bo'lardim. No, shunaqa bo'lib qoldi, shunaqa ochib yubordik. Bizda eng qizig'i brendni tanigan uchun odamlar o'zbeklarni tanigan uchun o'zbeklardan stories qo'yardim-da, shu yaqinda ustaxona ochiladi. O'sha yerga sразу gumburlab odamlar yozib ketib qolgan. Aka, men bitta ishlayman, men bitta ishlayman. Xohlamaysizmi men yerga kelishimmi deganda. Hammasi bilan bitta o'tirib, kofeni ustida bitta maslahat qilganmiz, suhbat qilganmiz. Eng qizig'i aka, bir 10 tacha odamlar suhbat qilgan bo'lsak, bitta dona odamni olganmiz. U ham ismi Javohir. Xolos siz videoga qo'shaman bola, xolos siz shart emas. Hozir aytib ishlab yuribdi ichkarida. Mayli, anaqasi yo'q. Javohir 5 minutga. Tashqarida o'tirgan ekan, kofe ichib. Bularga bitta pitlichka yoki meniki gapirursalar ham bo'ladi. Bo'ladi, ha. Men siz gapirasizmi? Assalomu alaykum. Da, как раз. Do'stlar, agar xudo xolisa bu videoga qo'shilsam aytaman Javohir aka, men Timur akaga aytaman. Jamoani qayerdan yig'gansizlar dedilar. Men aytaman, nechta odamlar suhbat qilmaganmiz. Jamoamiz hozir katta, lekin bu ustaxona bitta dona ustadan boshlangan. U ham bo'lsa Javohir. Javohir ham bizning eng главный detaylerimiz. Hammaga javob beradilar. Hamma narsa topgan. Bularni juda qiziq bo'lgan, shu o'zbeklar tanish bilish bo'lganlar uchun kelganlar. Bularning o'zlarining ustaxonalari bo'lgan, kichkinaroq, lekin kattaroq darajaga chiqish uchun aslidagi birga davay deganlar. Javohir aka eng qizig'i, mana hikmatini aytaman, hozir biz katta joyda turibmiz, Nissan Gator, M4 kofelarimiz bor. Lekin endi ochilganimizda aka mana bu joy o'zida jaluzi ham bo'lmagan, konditsioner ham bo'lmagan, divan ham bo'lmagan. Javohir o'shanda biz bilan mana shu brendni ko'targanlar. Esizdami? Kunduz kuni keramika qila olmasdik, kechqurun qilardi. Sovuq, salqinroq bo'lardi-da. Javohir mana
Da, mana hamma qiyinchiliklarni ko'rgan inson Javohir bo'ladi. Shuning uchun Boshdan siz bilan birgalar. da, shu videoga Nima mutaxassislik bo'yicha? Polirovka, keramik. Hozir ham shu qilasiz. Da, hozir ham shu. Eng zo'r mashina qaysi birini qilasiz? Eng zo'r mashina bu X6. Bu X6 emas, X6 Luma 101. Nima deganini tushuntirib ketsangiz. Dunyoda 8 ta dona chiqqan akani mashinalari kolleksionniy mana shu Javohir aka qilib berganlar. Qiyin bo'lsa kerak, qimmat anaqalar bilan ishlash, chunki bittani to'qib qo'ysangiz, qiyinchiligi bor, lekin buni hammasiga men o'ylashim bo'yicha o'tib deyman. Baribir qisman ko'proq har xil anaqalarda ishlash, shuni o'zida o'tib harakat qilish. Asad aka bilan ishlash nima pluslari va minuslari bor? Minuslarni aytmay Minus yo'q, plus bor. Minus yo'qmi? Men qolsiz o'tib turaman bu yoqda. Yo'q, yo'q. Minus yo'q. Plus bor. Hammada baribir xato kamchilik bo'ladi. Xudo xolasa, xato kamchiliklarni bartaraf qilishga harakat qilamiz. Rahmat sizga. Javohir, dalshi bosavering, biz bu yoqda dalsh. Asad aka bitta savol. Rahmat. Rahmat. Nima bu kapuchino? Все, пойдет. Rahmat. Qolsiz qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi, Ha, yaxshi. Animasini siz. Qo'yib qo'ysa. Men Nissan Gator ustida o'qiymiz, aka. Qo'ying, do'stim mashinasi. Bo'ldi. Bitta savol, sizni detaylingiz boshqalarga umuman performance boshqalarga nisbatan narx-navoda qanaqa? Qimmatmi? Uzbelas, qimmat. Mana shunaqa narsa bormi? Mana do'stlar, mana shu videoni ko'rib, xudo xolsa agar mana shu videodan kimdir kelsa, men juda xursand bo'laman. Nimagadir ko'chada hamma o'ylaydi biz qimmatmiz. Unaqa emas, do'stlar, biz qimmat emasmiz. Lekin Timur aka shu paytda ham aytib ketishim kerak, boshqa ustaxonalardan narximiz sal balandroq yuradi. Chunki biz mehnatimizni qadrlaymiz, qadrini bilamiz va bizda nima deydi? Qo'l tegdi beraverdi degan narsa yo'q. Aksiyalar qilib ham bir xil ustaxonalar bor, shunaqa bir nima deydi, populyarniy brendlar bor. Kiyim-chiskani 8 soatda qilib beradi. Biz 24 soatga olamiz. Polirovka keramikani 3 kun qilamiz. Bir xillis ertalab mana o'zimda mashina bo'lganda, например, meni ham mashinam bo'lgan, polirovka keramikaga berganman, ertalab 10 da berib, kechqurun 8 da olib ketganman. Da, bu zo'r. Mashinaning egasiga zo'r, tez-tez olib ketadi, lekin do'stlar, sifatli ish unaqa vaqt. Undan ko'proq vaqt talab qiladi sifatli ish. Mana mana sohaga kirib kelibgina bilganmiz. Narxlarimiz agar narx keladigan bo'lsa, da, sal balandroq. Tushunarli. Zo'r yo'q, endi baribir sifat, Конечно. anaqani talab qiladi. Cena качество. Da. Endi qarang. So'z isboti bilan deganlaridek hozir aytdingiz, stage qilaman dedingiz. Da. Ko'rsating bironta qaysi bir nima qildingiz qaysi bitta mashinaga. Tam ovoz-povozini eshitdik qani, sizni qo'lingizdan chiqqan. Stage o'zim qilaman dedilar, men hayron qoldim do'stlar. Tasavvur qiling, men faqat biznesmen sifatida как Facebook chiqadi bu inson deb o'ylaganman. To'g'risi, no, o'zim qo'lim bilan stage qilganman. Ham stage, kerak bo'lsa kirib qolsanglar, sipirib yurgan ham bo'laman, oynalarni yurgan bo'laman, hammasi ish qilib yuraman. Mana Doniyor aka mashinalarini endi stage qilamiz. Hamma stage qilingan mashina hozir ustaxonada emas, lekin bitta mashinamiz bor. Bu X5 50i 19-yil. Bu mashinani stagini qilganmiz, korobkani ham, dvigatelni ham. Xohlasanglar bitta aylanib kela olamiz bemalol. Operator akamiz orqaga o'tirsalar, siz bilan birga o'tirsangiz. Lekin buni ovozini baland qilmaganmiz. Hozir reydlar bo'lyapti. Yoshlari katta inson. Mana reydda to'xtab turmasdan asad, lekin mashina tez yursa bo'ldi degan. Shuning uchun men siz bemalol aylantirib kela olaman, drive qilsangiz. Bo'ldi. Qani ko'ramiz, Asad aka o'zlarini qo'llari bilan qilgan stage qanaqa yuradi. O'zi stage bo'yicha hozir yana chuqurroq so'rab olamiz. Chunki ko'pchilikda stagega nisbatan qiziqish bor. Hamma joyda ham qilinmaydi, hamma joyda ham yaxshi qilish olmaydi. Ungacha kofega baho beramiz. Adashmasam mashmaniki edi. Do'stlar, Uzbelas Coffee kelinglar. Mana bu yerda yozilgan ekan. Men najay люблю в людях, мы нашли ее в машинах. И кофе qo'shilgan ekan. Menga yoqdi. Chunki apparatni ham ana. Bez nomer bekor haydab ketdi-da bor. Ha? Bez nomer haydab chiqib ketishdi-da. Kim? Bu bola Asad aka emas, Asad aka yorim. Ha, men emas edim. Men emas edim. Qani ko'ramiz do'stlar. Stage qilingan. Bu mashina qanaqa stage? Qo'y, uzunroq. Nima deysiz? Stage buni qanaqa hozir shunda? Hozir bunda qanaqa qolgan? Motorida stage 2, korobkasida stage 3. Eng qizig'i, Timur aka bu mashina srazu nima deydi? Stagega kelmagan. Bu kimdir yomonlash emas, konkurentlarni. Bu qaysidir ustaxonada, qaysidir emas nomini bilaman, lekin aytmayman.
ustaxona degan ustaxona emas. Okamlar ustaxonasi o'sha yerda stage qildirgan ekan. Asadbek menga ozgina yoqmadi dedi. Haqiqatan agar men sizga kadrlarni tashlab bersangiz, bizga kelganda bu stageda stok mashinadan ham yomon holatda edi. Kamar taqib oringlar, o'zim press qahramon atmetga qilib tashlashmasin. Kamar taqib olamiz do'stlar. Bu mashina stageda kelgan o'sha bizaga stok holatidan yomon yurgan ekan. Bizaga egalari berdi Asad. Qilib beringlar. Pulini boshda bermayman. Menga yoqsagina pulini beraman degandilar, haqiqatan. Qilib berganimizdan keyingina pulini berganlar. Ovurasmi shunaqa desam, risk emasmi? Yo'q, yo'q. Oka, eng qizig'i o'zbeklar shunisi bilan nima deydi? Katta nima deydi? Mehmonlarimizni, okalarimizni, mashina egalarini shunaqa olib qo'yganman. Keladi. Bitta akamiz borda. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz Azam aka, assalomu alaykum. Damas olib kelganlar bitta kishi. Telefon qilganlar bizga. Asad Damas bor. Nechta bo'ladi rangini o'zgartirish. Endi bizda har xil klient telefon qiladi kuniga 20 martalab, bir xillari bilasiz nima deydi? Prosta vaqtini o'tkazish uchun qiladi-da. Endi biz seriozga olmasdan aytdik, mana shunaqa narx bo'ladi. Damas olib kelganlar-da, Damas qilib berganimizdan keyin zo'r bo'lib chiqqan, egasiga juda yoqqan, keyin ko'rsatganlar. 4 tacha BMW, 3 tacha Porsche. Mashinalar ko'p bo'lgan ekan. Ya'ni keyin bizga sekin olib kelishni boshlaganlar mashinalar. O'shanda gagras keyin BMWlarni olib kelganlarida rangini o'zgartirganmiz-da. Oka deganman. Rangini endi shu xonani turibdi-da, rangini o'zgartiraymi, yo'qmi, olib ketaveraymi ekan mashinani o'zida yurib turamiz aytganman. Oka, rangini o'zgartiramiz. Yoqmasa pulini olmayman. Shunday haydab yurasiz, yoqmasa men pulini olmayman, haydab yuraverasiz. Olib qo'yganman gagras keyin 4 kundan keyin kelgan, gagras chet eldan kelganlar, mashina zo'r deganlar. Pul qo'shib ham berganlar. Asad Mart ekansan. Mana shunaqa olib qolamiz.